Assalomu alaykum hammaga. Bizda navbatdagi 12-variant tahlil qismiga yetib keldik. Unday bo'lsa, birinchi savoldan tahlilni boshlaymiz. Xo'p, 12-variant birinchi savol. Gidra, Triton, Kabarga va Aureliyaning blastula devori necha qavat hujayradan iborat bo'ladi? Bilamiz, Gidra bo'shliq ishli, bularda gastrulasi mezoderma qavatsiz, ya'ni bo'shliq ishlarda hamda Aureliyada Gidra hamda Aureliya bir bo'shliq ishlar tipiga mansub bo'lganligi uchun koakishlar deb o'tganmiz. Bularda mezoderma qavati yo'q, 2 qavat bo'ladi. Bunda ham 2 qavat. Triton 3, Kabargada ham 3 bo'ladi gastrulasi. Lekin bizda savolda blastula devori haqida gap ketayotganligi uchun bilamiz, blastula bir qavatli faqatgina nimadan? Blastoderma degan qavatdan iborat bo'ladi. Ko'pchilik shu javobni olib noto'g'ri javobni belgilagan bo'ladi. Aslida javob bu yerda D javob hisoblanadi. Savolni o'zini yaxshilab tahlil qilgan ma'qul bo'ladi. Xo'p, keyingi test. Ikkinchi testda sog'lom odamda katta qoranish doirasining qaysi qismlarida arterial qon harakatlanishi? Arterial qon, katta qon aylanish doira. Xo'p, kichik qon aylanish doira qaysi qismlardan bo'ladigan edi? Yurakni qisqacha modelini tuzib oladigan bo'lsak. Chap qorincha, chap bo'lmacha, o'ng bo'lma, o'ng qorincha. Chap bo'lma, chap qorincha o'rtasida 2 tabaqali, o'ng bo'lma, o'ng qorincha o'rtasida 3 tabaqali klapanlarimiz bo'ladi. Katta qonlanish doirasi, chap qorinchadan boshlanib, o'ng bo'lmachada yakunlanadigan edi. Bizda o'ng bo'lma, chap qorincha deyilgan, xo'p, arterial qon, lekin o'ng bo'lmachaga kelayotgan paytda, ya'ni o'ng bo'lmachada biz bilamiz faqatgina karbon angidridli qon bo'lganligi uchun 2 bor javobni chiqarib yuborsak bo'ladi. Xo'p, keyin qaraymiz. Aorta haqida gap ketyapti. Aortani olamiz, ya'ni chap qorinchadan chiqadigan eng yirik arteriya qon tomiri bu aorta hisoblanadi. Kavak venalar ham yuqori hamda pastki kavak venalar yordamida o'ng bo'lmachaga kelib quyiladigan edi. Yuqori kavak vena yurakdan tepadagi organlar, qo'llar, bosh qismi orqali moddalar almashinuvi natijasida hosil bo'lgan metabolit mahsulotlari nimaga? Kavak venaga, yuqori kavak venaga quyilsa, yurakdan pastkilari pastki kavak venaga quyiladi. Lekin kavak venalarning tarkibida har doim karbon angidridli qon bo'lganligi uchun 4 ni ham chiqarib yuboramiz. O'pka arteriyasida o'ng qorinchadan chiqib boshlanadi. Buning tarkibida karbon angidridli qon bo'ladi, lekin bu kichik qonlanish doirasiga kirib ketadi. 5 ni ham chiqarib yuboramiz. D javob ham ketdi unda. Xo'p, o'ng qorincha deydi. O'ng qorinchani hozir aytib o'tdim, 6 ni ham chiqarib yuboramiz. O'ng qorinchadan boshlandi o'pka arteriyasi. Chap bo'lmacha. Xo'p, hozir aytib o'tganimizdek, o'ng qorinchadan o'pka arteriya boshlandi. O'pkaga borib, karbonat angidridni berib, kislorodga to'yinadigan edi, hamda chap bo'lmaga kelib quyiladi. Ya'ni bu qon tomirining oti o'pka vena. Bilamiz, o'pka venasining tarkibida kislorodli qon bo'ladi, sababi yurakning chap tarafida har doim nimaga? Kislorodli arterial qonimiz bo'ladi, lekin o'pka venasi bu kichik qonlanish doirasiga xos. Bizga esa kattaga xos strukturani olishimiz kerak edi. Demak, chap bo'lmacha deyilganligi uchun 7 bor javobni ham chiqaraman. Bizda faqat C javob qoldi. Qolgan qismi ham xuddi shunga o'xshab tahlil qilinadi. Yurakni qisqacha bu yerda qon aylanish mexanizmi, katta va kichik qon aylanish doira hamda yurakdagi qismlarni bilib olsak bo'ldi. Oddiy qilib aytganda, yurak 4 kameradan iborat, 2 ta qorincha, 2 ta bo'lmacha. Chap tarafda har doim kislorodli arterial qon, o'ng tarafda har doim karbonat angidridli venoz qon harakatlanadi. Bo'lmachalar o'rtasida hech qachon klapan bo'lmaydi. Qorinchalar o'rtasida ham hech qachon klapan bo'lmaydi. Xo'p, bizda unda keyingi savolga o'tamiz. 3-savol. 3-savolimizda tana bo'shlig'i g'ovak to'qima bilan to'lgan deydi. Tana bo'shlig'i g'ovak to'qima bilan to'lganlarimiz bularga bir planariya, ya'ni yassi chuvalchanglar tipiga mansub kiprikli chuvalchanglar sinfi hamda 2 mollyuskalar tipi kiradi. Mollyuskalar. Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, qornoyoqli mollyuskalarni olishimiz kerak bo'ladi bu. Xo'p, 1 Dreysena chuchuk suv shillig'i
Bu yerda javob D javobni tashkil qiladi. Daryo qisqichbaqa 6 dan chiqib ketadi. 2 chuchuk suv shillig'i bilan perlovitsani olib qo'yibdi. Bu javob to'g'ri, noto'g'ri emas. 3 bilan 7 dan olib qo'yibdi. Bu ham to'g'ri, noto'g'ri emas. Lekin to'ldirilgan variant sifatida D javobni olishimiz kerak bo'ladi bu yerda. 4-test. Quyidagi murakkab guldoshlar oilasiga mansub nechta turkumga? Demak, murakkab guldoshlar yana bitta nomi qo'qotdoshlar oilasiga mansub nechta turkumga oid o'simliklar keltirilgan. Xo'p, bizda keyingi testni shunda javobi tepada. Oqshuvoq turkumi, yerbag'ir tugmachagul murakkab guldoshlarga kirmaydi. Buni bir qilib yozib ketaman. Moyli kungaboqar turkumi 2 qilib yozib ketaman. Qora jusan shuvoq turkumi 1 qilib yozib ketaman. Ermon shuvog'i shuvoq turkumi 1 qilib yozib ketaman. Zangori sachratqi turkumi bo'lganligi uchun 3, dorivor qo'qot turkumi bo'lganligi uchun 4. Demak, javob bizda D javobni tashkil qiladi. 5-test. Xo'p. Otasi daltonizm bo'yicha sog', onasi esa daltonizm bilan kasal erkak dedi. Xo'p, mana uni erkakni ota-onasini yozib olamiz. Mana uni bilamiz, daltonizm X xromosomaga birikkan holda nasldan naslga o'tadigan resessiv kasallik hisoblanadi. Otasi daltonizm bo'yicha sog' dedi. Sog' bo'lish uchun bizga katta D kerak. Onasi esa daltonizm bilan kasal dedi. Ya'ni bunda kichikda bor. O'g'il tug'ilgan paytda bilamiz, erkak organizm otadan har doim Y xromosomani oladi. O'g'il farzand tug'ilishi uchun onadan demak nimani olgan? Bitta xromosomasini olgan, X xromosomani olgan. Endi shu farzand bu normada 2n2s holatida turibdi. Xo'p, metafaza bosqichida, mitoz siklining metafaza bosqichida kichik D alleli hamda katta D allellar sonini aniqlang. Xo'p, P, M, A, T. Ya'ni biza mitozni to'plamlarini yozib oladigan bo'lsak, profaza 2n4s, metafaza 2n4s, anafaza 4n4s, telefaza 2n2s bilan yakunlanadi. Bizda metafaza bosqichi uchun xos xarakterli xususiyat so'ralgan. Buni yozib oladigan bo'lsak, bu holatda qaraymiz. D allellar soni bo'lmaydi bizda, ya'ni 0 deganni olishimiz kerak. D allellar uchun bu javob chiqib ketadi, bu javob ham chiqib ketadi. Javob B yoki S ko'rinishda bo'lishi kerak. Endi metafazada qanday bo'ladi? Metafazada xuddi shu ko'rinishda ikkita xromosoma, ya'ni jinsiy ikkita xromosoma bo'ladi. Lekin bu yerda DNK ikki hissa oshganligi uchun mitoz siklidan oldin interfazaning sintez davrida ikki hissa oshganligi uchun kichik D allellar soni ham 2 hissa oshadi. Ya'ni 2 tani tashkil qiladi bu yerda. Javob B javobni tashkil qiladi. Normal holatdagi normadagi hujayrada esa ushbu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni unda bitta kichik D alleli hamda katta D alleli yo'q holatda bo'ladi. Metafazada esa DNK 2 hissa oshib olganligi uchun qachon interfazaning sintez davrida ushbu holatda bo'ladi. Javob B javob bo'ladi. Xo'p, keyingi test. Moddalar almashinuvi bosqichlar ularga javoblar o'rtasidagi muvofiqlikni aniqlang. Xo'p. Buni o'chirib olamiz. Endi fotosintez yorug'lik bosqichi. Bu yerda javobdan ketgan ma'qulroq. Demak, birinchida A, S, S, D. Xo'p. ATF sintezi, fotosintezning yorug'lik bosqichida bo'ladi. Bilamiz, yorug'lik bosqichi qayerda bo'ladi ekan edi? Tilakoidda. Ya'ni xloroplastning tilakoid strukturasida bo'ladigan edi. Demak, bizda A ni olsak bo'ladi. S ga qaraydigan bo'lsak, S polimerlarning monomerlarga parchalanishi. Yo'q. Bu bosqich bo'lmaydi. Polimerlarning monomerlarga parchalanishi bu lizosomada bo'ladi. Lizosomada hamda qaysi bosqichda? Tayyorgarlik bosqichida bo'ladi. Xo'p, D ga qaraydigan bo'lsak, DNK sintezi ham bo'lmaydi. Demak, B hamda D javob chiqib ketdi. 2 ga e'tibor qarab o'tirmayman. Bu yerda ikkalasida ham S berilgan. 3 ga qarasam bo'ladi. Bittasida B, bittasida D kelgan. 3-chi nima? Translyatsiya. Translyatsiya transport RNKning aminokislotalar bilan bog'lanishimi, DNK sintezimi? Albatta, DNK sintezi bu reduplikatsiya deb o'tganmiz. D bor javobni chiqarib yuborsam, bizda A javob qoladi. Xo'p, keyingi test.
Modifikatsiya o'zgaruvchanlikka xos xususiyatlarni topishimiz kerak ekan. Modifikatsiya o'zgaruvchanlikka xos. Xo'p. Modifikatsiya o'zgaruvchanlik bilamiz, irsiylanmaydigan o'zi o'zgaruvchanlik hisoblanadi. Bizda fenotipik o'zgaruvchanliklarga kirib ketadi. Fenotipik o'zgaruvchanlik ikkiga bo'linganda modifikatsion mod deb yozib qo'yaman, keyin ontogenetik o'zgaruvchanlik. Modifikatsiya o'zgaruvchanlik tashqi muhitga bog'liq bo'lgan o'zgaruvchanlik deylik. Men hamda yana bitta inson quyoshga chiqib turadigan bo'lsak, ya'ni yozning issiq kunida quyosh nuriga chiqib turadigan bo'lsak, u hamda men organizmimiz genotipiga bog'liq holda terimizda melanin pigment sintezlanishi hisobiga har xil darajada quyosh nurida qorayamiz. Qorayib olamiz. Ya'ni bu tashqi muhitga bog'liq holdagi o'zgaruvchanlik hisoblanib turibdi. Yoki oddiy qilib aytadigan bo'lsak, o'simliklarning suv muhitida o'sishi tufayli ularning suv ostidagi bargi nimaga ildizga o'xshab har xil ko'rinishga ega bo'lishi. Heterofiliya deydi buni. Ya'ni ikki xil bargga ega bo'lish heterofiliya hodisasini aytishimiz mumkin. Dominant yoki resessiv xarakterga bu mutatsion o'zgaruvchanlik. Bir bor javobni chiqaramiz. Irsiylanmaydi, to'g'ri. Irsiylanadi. Yo'q, albatta. O'zgaruvchanlik chegaralar genotip bilan aniqlanadi. Aniqlanishi haqiqatdan ham boya biz quyoshga chiqib turgan paytimizda meni hamda boshqa shaxsni qorayish darajasi har xil bo'ldi. Ya'ni genotipimga bog'liq holda. Deylik, men ko'p qorayib ketishim, u esa kam qorayishi mumkin bo'ladi. Ya'ni bu yerda chegara bor. Reaksiya normasi menda keng, qorayib ketdim, unda esa tor. Belgilarni ajralishi chegaralanmagan, yo'q, naborot, chegaralangan. Guruhli xarakterga ega, bu ham to'g'ri. Demak, javob bizda A javobni tashkil qiladi. 8-testimiz. 8-test. O'simlikning floema naylariga xos xususiyatlarini toping. Bilamiz, floema bu qavat. Floema qavatning ketma-ketligiga keladigan bo'lsak, lup, tola, lup, parenxima, yo'ldosh hujayra, elaksimon, nay. Elaksimon, nay. Lup tola bu mexanik to'qima, lup parenxima asosiy to'qima, yo'ldosh hujayralarning to'qimasi yo'q. Elaksimon nayimiz esa, elaksimon nayimiz bu o'tkazuvchi to'qima. Floema naylariga xos degan paytda bu yerda elaksimon nay nazarda tutilyapti. Suvni ildizdan bargga o'tkazish funksiyasini ta'minlaydi. Yo'q, floema naylari bargda hosil bo'lgan organik moddani o'simlikning boshqa pastki organlariga, ya'ni yuqoridan pastga harakatlanish funksiyasini ta'minlaydi. Bir bor javobni chiqarib yuboramiz. Xo'p, bir bor javob chiqdi o'yindan. O'simliklarni o'tkazuvchi to'qimasi to'g'ri. Hujayralarda hujayra qobig'i yo'q. Elaksimon nay hujayralarga keladigan bo'lsak, ularda hujayra qobiq bo'ladi, faqatgina yadro bo'lmaydi. Tirik holatda bo'ladi. Yadrosi bo'lmaganligi uchun bo'linish xususiyati ularda yo'q bo'ladi. Bilamiz, yadro bo'linishda, ya'ni karyokinezda muhim ahamiyatga ega deb aytib o'tganmiz. Hujayralarda hujayra qobig'i yo'q deyilgan jumla ham chiqib ketadi. 1 bilan 3. Hujayralar tarkibida xloroplastlar mavjud. Yo'q, rangsiz bo'ladi. 4 bor javobni ham chiqaramiz. 5-chi, hujayralarda yadro yo'q. Bu jumla to'g'ri. Hujayralarda yo'ldosh hujayralar mavjud. Buni ham to'g'riga olsak bo'ladi. Demak, bizda 2, 5, 6 degan javob bo'ladi. 2, 5, 6 bu yerda e'tibor qiladigan bo'lsangizlar, C javobda turibdi. Demak, floema qavatining ushbu strukturalarini imkon qadar ketma-ketlik bilan eslab qolgan ma'qul hisoblanadi. Glidichiya gulida bilamiz, glidichiya bu burchoq toshlarga mansub bo'lgan o'simlik edi. Velvichiya bo'ladigan bo'lsa ochiq urug'li edi. Bu yerda endi glidichiya guliga xos xarakterli xususiyat so'ralgan. Burchoq toshlarda gultoji bargi ikkita qo'shilgan, to'g'ri, qo'shilganlar so'ralib turibdi bizda. Gulkosachaga keladigan bo'lsak, gulkosachasi ham 5 ta qo'shilgan, to'g'ri. Changchini biladigan bo'lsak, changchi 9 plus 1, 9 tasi qo'shilgan, bittasi erkin edi. 3 bor javobni chiqarib yuboraman. B da ketdi. E'tibor qiladigan bo'lsak, A bilan C ajratib turibdi bu yerda. Changchini hozir aytib o'tdim, qo'shilgan. Gultoji esa 2 tasi qo'shilgan bo'ladi. 6 chiqib ketsa, javob A javobni tashkil qiladi.
Oilalarning gul formulalarini imkon qadar eslab qolgan ma'qul. Faktlarga asoslangan test. Xo'p, 10-chi bizda masala ekan. Buni ishlanishi guruhga tashlanadi. Tak. 11-ga keldik. 11-da o'simliklarni haqidagi ma'lumotlardan foydalanib ekologik guruhlarga bo'ling. Ekologik guruhlarimiz eslaringizda bo'lsa, bular bo'linadiganida gigrafit, gidrofit hamda mezofit hamda kserofit. Deylik, gigrofit bo'ladigan bo'lsa, namlik, nam hududda, namda o'sadigan bo'ladi. Ya'ni gidrofit bo'lsa, suvda o'sadiganlar, mezofit bo'ladigan bo'lsa, namlik, yetarli muhitda o'sadiganlar, kseros degani quruq. Demak, bu quruq iqlimda o'sadiganlar hisoblanadi. Ekologik guruhlar X, Y, Z ko'rinishida berilgan, mevasi dukkak, kallakcha to'pkul hosil qiladi, guli qiyshiq. Albatta bu yerda meni sebargani keldik. Kallammi? Sebarga. Sebarga bu normal sharoitda, ya'ni qanday? Mezofit hisoblanadi. Namlik normal sharoitda o'sadigan, namlik yetarli muhitda o'sadigan. Namlik qisman yo'q. Bu qisman suvga botgan holda emas. Namlik yetarli muhitdagi olsak bo'ladi buni. Xo'p. Don meva murakkab boshoq hosil qilish kerak, keyin to'g'ri bo'lish kerak. Xo'p, don meva murakkab boshoq to'g'ri. O'simliklarda 6-sinf kitobimizda qamish, qo'g'a, rovak. Qamish, qo'g'a, rovak kabi o'simliklarimiz berilgan. Bular tanasi qisman suvga botgan holda o'sadigan gigrofit. Gigro nam, ya'ni qisman suvga botgan holda o'sadigan o'simliklar hisoblanadi. Bu yerda tanasi qisman suvga botgan holdagi o'simlikga olsak bo'ladi buni, S'ga. Ya'ni S javobdagi. Tanasi butunlay suvda o'sadigan chiqib ketadi bu yerda. Sababi zini chiqarib beribman, uzr. Tanasi qisman suvga botgan holda o'sadigan deb yozilgan ekan, buni ham olsak bo'ladi, to'g'ri. Pista meva savatcha, keyin to'pkuri to'g'ri bo'lishi kerak. Xo'p. Suv tanqisligiga chidamli o'simlik, keyin tanasi butunlay suvda o'sadi. Xo'p. Pista meva savatcha, to'pkul to'g'ri. Suv tanqisligiga chidamli o'simlik. Misol uchun shuvoq bo'lishi mumkin. Shuvoq. Shuvoq bilamiz, hayot faoliyati davomida o'simlik shuvoq ikki xil, ya'ni yozda hamda qishda tinim davrini o'taydigan, ya'ni kuzgacha faqat tinim davrini o'taydigan o'simlik edi. Ya'ni bu chidamli suvga bog'liq holdiga olsak bo'ladi. Demak, bu yerda javob S javob bo'ladi. 12-test. Suv tanqisligiga chidamli o'simlik deb berilgan. Bu D chiqib ketadi. Tanasi suvga botgan holda o'sadi deyilgan ham A dan chiqib ketadi. Shunda javob faqat bizda S javob qoladi. 12-testga keldik. Murakkab oqsilga xos bo'lgan belgini aniqlang. Bilamiz, murakkab oqsillarimiz gemoglobinni olsak bo'ladi, nukleoproteinlarni olsak bo'ladi, nuklein kislota bilan oqsillarning qo'shilishidan glikolipid misol bo'ladi. Murakkab oqsillarga oqsilga xos belgini aniqlang. Glikolipid, gliko uglevod, lipid nima? Lipid yog'. Ya'ni bu umuman xos xususiyat emas. Glikolipid bu murakkab lipidga olsak bo'ladi. Distillangan suvda eriydi. Albumin 4 ta polipeptid zanjirdan iborat. Gemoglobin haqida xos xususiyat. Tarkibida faqat aminokislota bo'ladi. Bu oddiy oqsillarimizga xos xususiyat bo'ladi. Deylik, insulin. Demak, bu yerda javob S javobni tashkil qildi. Xo'p, quyidagi belgilarning genotipini faqat tahlil chatishtirish natijasida aniqlash shart emas. Demak, shunaqangi fenotipga qarab turib, genotipini aytib bera oladigan kasal belgi xususiyatlarini topilgan bu yerda. E'tibor qiladigan bo'lsak, misol uchun gulsimon tojli xo'roz, bu ko'rinishda bo'lishi mumkin. Qaraymiz. Ya'ni katta B yoki kichik a, katta B, kichik B ko'rinishda. Buni biz gulsimon tojiga qarab turib aytib bila olmaymiz. Ikki bor javobni chiqarib yuboraman. Xo'p, bo'g'ilma dukkakni olamiz. No'xatsimon tojli xo'roz. No'xatsimon tojli ham bizda
Bu ko'rinishda bo'ladi. Xo'p, no'xatsimon. Tak, no'xatsimon adashdim, uzr, bu ko'rinishda bo'ladi. Gulsimon esa teskari, ya'ni bu ko'rinishda bo'ladi. Tak, katta, kichik bu yoki bu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni biz ham uni nimasiga qarab turib, genotip, fenotipiga qarab turib, genotipini ayta olmaymiz. 3 bor javobni ham chiqarib olamiz. 4 qoldi bizda. 4 ni tekshirib ko'ramiz. Qora tanali, qizil ko'zli erkak drozofilla. Buni aytsa bo'ladi. Bilamiz, ko'zini rangi nimaga birikkan holda? X xromosomaga birikkan holda irsiylanadi. Erkak drozofila bo'lgandan keyin X, Y deylik, katta, misol uchun D qilib qo'yadigan bo'lsak, qizil ko'zli ekanligini aytib bera olamiz. Urg'ochi drozofilani aytib bo'ladimi? Yo'q, urg'ochi drozofilani aytib bo'lmaydi. Sabab urg'ochi drozofila bu ko'rinishda bo'lishi mumkin. Katta D, kichik D. Katta D. Ya'ni biz uni ko'ziga qarab turib aytib bera olmaymiz. Ya'ni urg'ochi drozofilaga qarab turib genotipini aytib bera olmaymiz. Javob D javobni tashkil qildi bu yerda. 14-test. Sardor tanasini buradigan va ushlab turadigan. Ushlab turish bu tananing orqa tomonidagi muskullar, tegishli ma'lumotlarni toping. Muskullarga tegishli ma'lumotlarni toping. Tanani sekin va kuchsiz, yo'q, sekin va kuchsiz qisqarmaydi. Bu silliq tolali muskullar. Oyoqni bukadigan va yozadigan muskullarning yuqori qismida. Oyoqni bukadigan va yozadigan. Bilamiz, sonning oldingi tomonida 4 boshli mushak, orqa tomonida esa 2 boshli mushak joylashgan bo'ladi. 42, ya'ni 4-2 ko'rinishida 42 deb eslab qo'yganmiz buni. Bukadigan, yozadigan muskullar yuqori qismida joylashgan. Nu, qisman to'g'ri, tanasini buradigan, ya'ni tanani burilishi bu orqa hamda qorin muskullariga bog'liq holda bo'ladi. Tanani tutib turadigan, ushlab turadigan esa bu orqa muskullar. Bu javob to'g'riroq. Qorin sohasida joylashgan. Qorin hamda orqa sohada joylashgan desa, bu ham to'g'ri bo'lardi. Tez va kuchli qisqarib, odam ixtiyoriga bog'liq emas. Yo'q, tanani qisqaradigan skelet mushaklari bilamiz, odam ixtiyoriga bog'liq. Yurak hamda ichki organlarni hosil qilgan silliq mushaklar esa odam ixtiyoriga bog'liq emas. Demak, bizda javob bu yerda B javobni tashkil qildi. 14-ga keldik. Xo'p, bu yerda endi tak. 14-chi bizda 15-chi, uzr. Mahsulot tuzilishi strukturasiga xos xususiyatlarni juftlab ko'rsating. Xo'p. Polipeptid zanjirda spiral shaklda, bilamiz, spiral shaklda bo'ladigan bo'lsa, bu ikkilamchi struktura bo'ladi. Birga, demak, xo'p, insulin, kollagen, mioglobin, bilamiz, insulin birlamchi struktura, kollagen ikkilamchi, mioglobin uchlamchi, gemoglobin to'rtlamchi struktura. Xo'p, bu yerda birinchi jumlamiz insulinga tak bir olingan, spiral shaklda bo'lmaydi. 4 ni chiqarib yuboramiz. Nimani? 3 ga qaraydigan bo'lsak, 3 spiral shakldagi polipeptid globular shaklda yo'q, bu ham chiqib ketadi. 2 ga qaraydigan bo'lsak, oqsil molekulasi amino kislota navbat bilan joylashgan, ya'ni chiziqli ketma-ketlik ko'rinishda bo'ladi endi bizda. Buni ham olamiz. Demak, bizda C javob to'g'ri kelyapti. D javobda esa bir necha globular yo'q. Bir necha globular bo'lsa, bu gemoglobin oqsiliga to'g'ri keladi. Bu yerda hech ikkilanmasdan C javobni belgilasam bo'ladi. Oqsillarning strukturalari haqida qisqacha aytib o'tadigan bo'lsak, birlamchi struktura chiziqli, ikkilamchi struktura spiralsimon, uchlamchi struktura globulyar, to'rtlamchi struktura esa bir nechta globulyar oqsillardan iborat edi. Ya'ni kompleksdan iborat edi. Dissosiatsiya va assotsiatsiya xususiyati shuning uchun ham uchlamchi hamda to'rtlamchi struktura oqsillarda yuqori bo'ladi. Demak, javob C javobni tashkil qildi. 16-chi, Qashqarbedaning guliga tegishli javobni aniqlang. Tegishli javobni topishimiz kerak. Oddiy shingil to'g'ri, Qashqarbeda to'g'ri gul yo'q. Burchoq toshlarga kirganligi uchun hamisha qiyshiq bo'ladi. Murakkab shingil yo'q. Oddiy shingil qiyshiq gul. Javob C bu yerda. Murakkab shingil deyilganligi uchun D javob ham chiqib ketadi.
Endi kardait, kalmar, karakatitsaga tegishli xususiyatlarni topishimiz kerak. Kardait bilamiz ochiq urug'li, toshko'mir davrida paydo bo'lgan. Kardaitda O bor, toshko'mirda O harfi bor, keyin ochiq urug'lida O harfi bor deb o'xshash qilib eslab qolgan edik bu yerda. Produsent organizm, produsentlar bilamiz bularga xlorofilli organizmlar kiradi. Tanasida xlorofil bor. Bu yerda hech bir nimada kardaitga olsak bo'ladi. Misol uchun o'simlik sifatida xlorofilga. Demak, lekin A javobda e'tibor qilgan bo'lsangizlar bir kelmagan. Xo'p, qolganlarida bir kelgani, demak, xato bo'ladi bizda, katta ehtimol bilan. Keyin prokariot organizm deb ikkini berib o'tib ketgan. Ikki prokariot organizm, yadrosiz organizmlar bu yerda yo'q. Beixtiyor bizda A javob qoldi. Kalmar, karakatitsa bitta, ya'ni mollyuskalar tipi, bosh oyoqli mollyuskalar sinfiga mansub bo'lgan organizmlar keltirib o'tilgan bu yerda. Javob A. 18-test. Gajak tikanlarga ega bo'lgan o'simliklarni aniqlang. Mos ravishda, xo'p, ega bo'lgan. Zirk. Zirk tikan. Tikan demak nimada ikkida turishi kerak? Birda kelganligi uchun S javob chiqib ketadi. Qovoq tikan hosil qilmaydi, buni bilamiz albatta. B nimada ikkida turganlar yo'q ekan. Loviya tikan hosil qilmaydi, ko'rganmiz buni. Demak, D javob ham chiqib ketadi bu yerda. Do'lanaga keladigan bo'lsak, do'lananing novdasi o'zgarishidan tikan hosil bo'lgan bo'ladi. D ikkida turishi kerak. Xo'p, to'g'ri mana. Akatsiyada ham tikan hosil bo'lgan bo'ladi. 2 Y nimada turishi kerak? Endi bu yerda o'zaro H ga qarab qo'ysam ham bo'ladi. Qaraydigan bo'lsak, vaqt jihatdan ko'p vaqt yo'qotmaslik uchun bodringni gajagida yana nisi bor, bilamiz. Ya'ni bu o'xshatish edi. Novda so'zida n bor. Bodring yana harfini nisi bor. Boshda shu bu novdani shakli o'zgarishdan gajak hosil qiladi deb o'tganmiz. Demak, bu tarafda turish kerak. Tikandan chiqib ketsa, bodringda tikanni ko'rmaganmiz. Har holda A javobni bo'ladi bu yerda. 19. Vernadskiy taklif etgan biogen, ya'ni bu yerda tirik organizmlar hisobiga abiogen hosil bo'luvchi moddalarni toping. Xo'p, ya'ni tirik organizmlar ishtirok etmagan. Bu faktlarga asoslangan jumla 11-sinfda berib o'tilgan marmar, ohaktosh hamda neft bo'ladi bu yerda. Bilamiz, marmar, ya'ni kalsiy karbonat formulasi, ohaktoshning ham formulasi kalsiy karbonat hisoblanadi. Biogen usulda hosil bo'lishiga bitta misol qilib aytadigan bo'lsam, toshlardan hosil bo'lishi bu abiogen usul, marmarning ham tosh hisobidan hosil bo'lishi yoki bo'lmasam tirik organizmlardan biogen usulda hosil bo'lishi kalsiy karbonatli, ohak toshli foraminiferalar bor edi sodda hayvonlarda. Shu hisobiga hosil bo'lishini ham aytishimiz mumkin bo'ladi. Abiogen usulda hosil bo'lish shu nobud bo'lib ketgan organizmlar, yo'q bo'lib ketgan organizmlar yerni surilishi, o'qilishi, buqilishi yoki bo'lmasam boshqa tabiiy nima hisobiga, tirik organizm qatnashmasligi hisobiga hosil bo'lish tushuniladi. Kalsiy karbonatli biogen usulda foraminifera, keyin koral poliplarni aytishimiz mumkin. Koral poliplardan ham, foraminiferalardan ham hozirgi kunda ohaktosh konlari hosil qilingan deyilgan javob bor. Demak, bu yerda javob S javob hisoblanadi. To'pgulida 3 tadan 10 tagacha gul joylashgan o'simlikka tegishli ma'lumotlarni aniqlang. Bu albatta shu hammamizga tanish ituzum haqida ma'lumot ketyapti. Ituzumga tegishli Olga sarbariyasi bilan bir oilaga mansub. Olga sarbariyasi bu Sarbariya turkumiga mansub. Ranodoshli oilasiga mansub o'simlik hisoblanadi. Bir bor javobni chiqarib yuboraman. Pisdan meva hosil qiladi? Yo'q. Gullari oqish to'g'ri. Mevasi uzunchoq, tuxumsimon bu namatak. 4 bor javobni ham chiqaraman. Pomidor bilan bir oilaga mansub. Nafaqat pomidor bilan bir oilaga, balki bir turkumga ham mansub. Pomidor, keyin pomidor ham shu ituzum turkumiga mansub deyilgan joyi bor edi kitobimizda. Savatcha to'pkul hosil qiladi? Yo'q. Barglari uzunchoq tuxumsimon bu to'g'ri. Bargi uzunchoq tuxumsimon
It uzum, mevasi uzunchoq tuxumsimon namatak. Moychechak toshlarlasiga kiradi? Yo'q. Demak, bizda javob 2 ni ham chiqarib borsak, javob C javobni tashkil qiladi. 21-test. Nafas olish va hazm qilish sistemasi shoxlangan. Nafas olish sistemasi shoxlangan traxeyalardan iborat bo'ladiganda hasharotlarda eslab qolamiz. Hazm qilish sistemasi shoxlangan bo'lsa, 2 shoxli ichak, 3 shoxli ichak. Nima haqida gap ketyapti? Planariya hamda jigar qurti haqida, yassi o'lchamlar tipiga mansub bo'lgan organizm haqida gap ketyapti. Demak, A da hasharotlarimiz, B da esa yassi o'lchamlar tipining vakillari turishi kerak. Planariya turibdi. Xo'p, planariya yo'q, A da hasharot turishi kerak. Bu chiqib ketadi. Jigar qurti turibdi, bu ham chiqib ketadi. Bu ham chiqib ketadi. Zo'rka, kapalak, jigar qurti. Demak, javob D javobni tashkil qildi. Mangust bilan bir oilaga mansub hayvonlarni aniqlang. Mangust oilasi suvsarsimonlar oilasi turkumi, yirtqichlar turkumi. Xo'p, gepard silovsinlar bu mushuksimonlar, tulki bo'risimonlar, sug'ur, jayra, tiyin, nutriya haqida gap ketyapti. Bular oilasi haqida ma'lumot yo'q, lekin turkumi kemiruvchilar. Har doim suvsarsimonlar haqida gap ketsa, ya'ni suvsarsimon oilasi haqida gap ketsa, kemiruvchilar turkumi haqida ham gap ketadi. Bu yerda bu javob ham chiqib ketadi. Javob Ola qozon, vidra, no'rka, latcha. Vidra 7-sinfda berib o'tilmagan, 11-sinfda Darwin o'zining safari chog'ida Janubiy Amerikaning janubidagi olovli yer orolida ongsiz tanlanishga misol bo'lgandi bu. Ya'ni bilamiz, Janubiy Amerika qisqacha shu ko'rinishga ega bo'lgan materik bo'ladigan bo'lsa, shu janub qismida shu yerda materik orolcha bor. Bu olovli yer orolida vidra ovlashga ko'mak beradigan mushuk va itlarni saqlab qolib, shu yerdagi qabilalar ko'mak bermaydiganlarni o'zlari beixtiyor iste'mol qilib yeb yuborganligi uchun nimaga ongsiz tanlanishga misol qilib olingan. Suvsarsimon oilasining vakili, suvda yashovchi. D javob bo'ldi bu yerda. 23-test ekan bizda nima? Masala ekan. Buni ham ishlanishi guruhga tashlanadi. Xo'p, 24ta to'pkuli jihatdan ortiqcha o'simlikni aniqlang. Bug'doy, murakkab boshoq, arpa, murakkab boshoq, javdar, murakkab boshoq, suli, murakkab shingil. Javob C bo'ladi. Gemofiliya kasalligining irsilanish qobiliyatlari to'g'ri ko'rsatilgan javobni topishimiz kerak ekan bizda. Demak, to'g'ri ko'rsatilgan javobni olishimiz kerak. Ona kasal bo'lsa, o'g'il va qizlar ham kasal bo'ladi. Yo'q, o'g'il kasal bo'lishi mumkin. Ona kasal bo'lsa 100% holatda, lekin qiz kasal bo'lmasligi mumkin. Sababi oddiy, mana ko'rsataman. Mana ona kasal. Gemofiliya bilamiz, kichik resessiv holda irsilanadi. Demak, bu yerda ota haqida gap ketmayapti. Ota sog' bo'lsa, masalan, mana katta H, kichik H kelish hisobiga mana ona qiz, tug'ilgan qiz tashuvchi bo'lib turibdi. Bir bor javobni chiqarib yuborsam bo'ladi. Demak, bizda A hamda D javob chiqib ketadi. Qiz sog' bo'lsa, ota ham sog' bo'ladi. Haqiqatdan ham mana hozir yozdik, qiz sog', ota ham sog' bo'lib turibdi bu yerda. O'g'il sog' bo'lsa, ona ham sog' bo'ladi. O'g'il sog' bo'lsa, ona ham sog' bo'ladi. Xo'p. O'g'il sog' bo'lsa, ona ham sog' bo'ladi. Yo'q, ona kasal bo'lishi ham mumkin. O'g'il sog' bo'lsa, ona ham sog' bo'ladi. Yo'q, bu jumla ham to'g'ri ekan. Mana yozib ko'ramiz. Yana o'g'il bu yerda, ona mana katta H, deylik ona tashuvchi holatda bo'lib tursin. Mana o'g'il. Ota esa ahamiyatga ega emas, deylik. Bu yerda ahamiyatga ega emas, qanday ekanligi, faqat otadan Y ni olishini bilamiz. O'g'il sog', ona tashuvchi, ya'ni sog' holatda ham bo'lib turibdi bu yerda, lekin ona haqiqatan kasal bo'ladigan bo'lsa, o'g'il ham kasal bo'ladi bu yerda. Ona sog' bo'lsa, o'g'illar ham sog' bo'ladi. O'g'il sog' bo'lsa, ona ham sog' bo'ladi. Ya'ni bu jumla aylanib tashatdi. Jumla. O'g'il kasal bo'lsa, ona ham kasal bo'ladi.
o'g'il kasal bo'lsa, ona ham kasal bo'ladi. Shu jumlasi sal noto'g'riroq. Qaraymiz, qara. Demak, ona sog' mana, lekin o'g'ilga kichik tashuvchi holatdagi xromosomasini berib qo'ysa, o'g'il kasal bo'lsa, ona ham kasal bo'ladi deyilgan jumla noto'g'rilikka olib keladi. 6-ga qarab o'tirmayman. 6-ikkalasida ham bor ekan. 7ga qaraydigan bo'lsam, qiz kasal bo'lsa, ota ham kasal bo'ladi. Qiz kasal bo'lsa, ota ham kasal bo'ladi. Yo'q. Qiz kasal bo'lsa, ota ham kasal bo'lishga majbur emas, deylik. Mana qiz. Qaraymiz. Xo'p, bu holatda qiz otadan katta xashni oldi, onadan. Demak, to'g'ri ekan jumlamiz. To'g'ri ekan. Shunda bizda ikkita javob to'g'ri kelib qoldimi yoki men e'tiborsizlik qildikmi bu yerda? Qiz sog' bo'lsa, otasi ham sog' bo'ladi. Qiz kasal bo'lsa, ota ham kasal bo'ladi. Xo'p. Qiz kasal desak, deylik. 3ga qaraymiz. O'g'il sog' bo'lsa, onasi ham sog' bo'ladi. O'g'il sog', ona ham sog'. Xo'p, 4. Ona sog' bo'lsa, o'g'illar ham sog' bo'ladi. Yo'q, 4 chiqib ketadi ekan bu yerda. E'tibor qilinglar. Ona sog', 4 ni to'g'ri deb olib ketibmiz. Ona sog' holatda o'g'il kasal bo'lib tug'ilish ehtimoli ham bor ekan mana. Demak, 4 chiqib kelsa, javob bizda C javob qoldi. Tahlilga tushundingizlar degan umiddaman bu yerda. 4 ni inobatga olmabmiz bu yerda. 4 ni ham chiqarsak, javob C qoldi. Keyingi test. Miyelin parda, fassia pardaga tegishli fikrlarni belgilang. Miyelin parda bilamiz, neyro to'qimasini tashqi tomondan qoplab turadigan oq rangdagi yog'simon parda edi. Fassia parda muskulni tashqi tomondan qoplab turadigan parda edi bu. Dendritlarni o'rab turadi. Yo'q, aksonni o'rab turadi. Miyelin parda muskulni qoplab turadi deyilgan jumlasi to'g'ri. Aksonlarni qoplab turadi, to'g'ri. Muskulni qoplab turuvchi epiteliy to'qimadan iborat. Yo'q, fassia bu biriktiruvchi. Bu jumla ham chiqib ketadi. Aksonni o'rab turadi, to'g'ri. Suyak usti parda. Yo'q, suyak usti parda bu periost. Demak, C ham chiqib ketsa, D qoldi. D ni tekshirib ko'ramiz. Yoqsimon oqish parda, to'g'ri. Biriktirish to'qimadan iborat, to'g'ri. Demak, javob haqiqatdan D javob ekan. Keyingi test 27-ga keldik. Bosh skeletsizlar kenja tipi vakilining, ya'ni bu yerda lansetning haqida gap ketyapti, katta ehtimol bilan, to'g'rimi? Bosh skeletsizlar. Lansetnik haqida gap ketyapti. Yurak qorincha, yurak nima qilsin lansetnikda? Yurak deb boshlangan. A hamda B javob chiqib ketdi. S javobga qaraydigan bo'lsak, orqa aorta jabra kapillyarlari, qorin aorta jabra kapillyarlari. Xo'p, orqa aortadan jabra kapillyarlariga harakatlanmaydi qon. Karbonat angidritli qon jabra kapillyarlariga borib karbonat angidritni berib, kislorodga to'yinib oladi hamda jabralarga boradi hamda orqa aortada kislorodli qon bo'ladi har doim. Demak, javob bizda D javob bo'ladi. Balxash olabug'a balig'i o'zining tuxumdan chiqqan. Bilamiz, balxash olabug'a balig'i qanday baliq edi bu? Germafrodit simbol shu ko'rinishda belgilandik. Baliqlar ichida germafrodit baliq, balxash olabug'a balig'i hisoblanadi. Tuxumdan chiqqan mayda baliqchalarni yeb qo'yishi biologik munosabatni qaysi uchun? Ona, ya'ni bu balxash olabug'a balig'i uchun plus, farzandlari uchun, ya'ni baliqchalar uchun minus. Bu yerda C javob bo'ladi. Barglari parallel yoki yoysimon tomirlangan o'simliklarni aniqlang. Parallel yoki yoysimon tomirlanish bu necha urug' pallali? Bir urug' pallali, ya'ni lolasimonlar uchun xos bo'lgan xarakterli xususiyat hisoblanadi. Achambita chiqib ketadi, qo'ng'irbosh bug'doydoshli oilasi olamiz. Bo'ri toroq gulxayridoshli oilasi chiqib ketadi. B javob ham ketdi. Javdar bug'doydoshli olamiz. Karamdoshli oilasi E javob ham chiqib ketadi. Javob bizda G'umay bug'doydoshli oilasi C javobni tashkil qildi. 12-variantning tahlil qismi shundan iborat edi. 13-variantda ko'rishguncha xayr.